Salom do'stlar. Bugun yana sizlar bilan har doimgidek Shahzodbek vlog YouTube kanali. Bugun sizlar bilan Instagram akkauntimizga kimlar ulanib olganini bilish va uni chiqarib tashlashni o'rganamiz. Bundan oldin shu ko'rib turgan videomizga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda biz videoni boshladik. Instagramga kirib olamiz va profilimizga o'tib, tepadagi 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz. Va kirib olganimizdan so'ng Account Center'ga kiramiz. Va bu yerdan parol va xavfsizlikka o'tamiz. Va bu yerdan faol seanslar bo'limiga kiramiz. O'zimizga kerakli bo'lgan akkaunt tanlab olamiz. Va ustiga bosamiz. Kirganimizdan keyin mana shunday o'yin ochiladi va bu yerda Redmi A5 bu bizning telefon va boshqa qurilmalar. Mana o'sha telefondan kirilgan oldin. Ular hali ham turibdi telefonda. Toshkent, O'zbekiston, Realme va endi bularni chiqarib tashlashni o'rganamiz. Chiqarish uchun qurilmalar uchalasini tanlaymiz va chiqishni bosamiz. Bo'ldi, chiqazib yuborildi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.